Nima? Dilbarlar orqasidan pul yo'qmi? Dilbarlar bilan video otganimga har xil toshlar otilyapti. Sababi nima? Uka, sababi ikkita, uchta ayolni chiqarib butun O'rta Osiyoga sharmanda qilyapsan. Shu senga yetib ortmaydimi? Dilbarlarni bu botqoqdan olib chiqmoqchiman, o'zgartirmoqchiman. Agar botqoqlikdan olib chiqarmoqchi bo'lsang, uka, borib pul ber, bironta ish bilan ta'minlab qo'y. O'zbekistonga reklama qilasanmi? Sharmanda qilib, hozir aytyapsan parodiya qilyapti deb. O'sha sen agar chiqarmaganingda unaqa parodiya qilinmasdi. Sen O'zbekistonga yangi trend olib kelding. Qizlarni olib chiqib, ustidan kulsa bo'ladi degan trend olib chiqyapsan. Men dilbarlarni mayli xato bo'lsa ham gaplarini eshitib, ularga moddiy tarafdan yordam berayotganim yaxshimi? Yo bo'lmasa dilbarlarni ustidan kulib, yulduzni ko'zini parodiya qilib chiqayotganlar, ular O'sha parodiya qilib chiqayotganlar sen sababchi bo'lyapsan. Seni chiqarayotgan videolaringdan, seni chiqarayotgan videolaring trend bo'layotganidan, bular ham o'sha trend orqasidan bularga parodiya qilyapti. Sen sabab bo'lyapsan o'sha qizlarning orqasidan boshqa insonlar video qilib chiqarib kulishiga sen sababchi bo'lyapsan. Yetib ortmaydimi shu qilayotgan ishingni to'xtatishga? Yordam beryapman deyapsan. Yordam bermoqchi bo'lsang, bularni oddiyligini, soddaligini, ozgina aqlida sal nuqson bordir, balkim ozgina rivojlanmagandir, balkim dunyo ko'rmagan insonlardir. Endi men ularning nomiga yashasa olmayman, lekin seni qilayotgan ishing o'shalarni soddaligidan foydalanish bo'lib qolmayaptimi? O'zing tushunmayapsanmi o'sha ishni? Men hayron qolaman-da. Nimaga yaxshilik qilib endi ko'tarilmoqchi bo'lganlarni chopishga harakat qil. Yaxshilik deganda odam nimani tushunadi? Qizlarni olib chiqarib, butun O'zbekistonga, butun O'rta Osiyoga sharmanda qilish tushuniladimi? Shuni seni yaxshilik qiladigan narsang. Bitta gap bor-da, agar yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, o'ng qo'ling qilgan yaxshilikni chap qo'ling bilmasin deydi. Agar sen haqiqatan ham samimiy bu qizlarga yordam bermoqchi bo'lganingda, sen o'zing borib ularga ish bilan ta'minlab qo'ygan bo'larding. Uyiga bironta sharoit qilib qo'yarding, uy qurib qo'yarding. Agar aqling yetsa, kuch-qudrating yetsa. Yetmasa, lekin u qizlarni chiqarib reklama qilish kerak degani emas, yaxshilik degani. Sizlarda zinoni yo bo'lmasa qimorni reklama qiladiganlarni gapirib chiqmaysizlar. Hozir endi zinoni, qimor bilan hozir seni chiqarayotgan videoning nima aloqasi bor? Endi ular reklama bo'lyapti deb seni qilayotgan ishini tanqid qilish kerak emas, gapirish kerak emas, to'xtat deyish kerak emasmi? Faqat o'shalarni tanqid qilish kerak bo'ldi. Sen bilan hech kim ishi bo'lmasligi kerak. Qilayotgan ishing noto'g'ri bo'lsa aytmaslik kerak, shunaqami? Nimaga meni o'zimdan bir og'iz so'ramadinglar? Yo sizlarga ham prosmotr muhimmi? Tangani har doim Men sana lichkanga yozdim. 2 kun oldin yozdim, SMS qilib yozdim. Sana orqangdan g'iybat bo'lib qolmasin deb o'zingga yozdim. Hatto SMSimni ochganing ham yo'q. Ikkinchi tarafi ham bor. O'sha ikkinchi tarafini bilmasdan gapirib chiqib gunoh qilib qo'ymanglar. Nima? Gunoh savob haqida lutchi san gapirma. Gapiradigan odamlar bor. O'sha sohada o'qigan, ishlagan insonlar bor. Sen gapirma. Sizlar bloger bo'ldi degani bu boyib ketdi degani emas-ku. Men o'zimni orttirib shularga berolman. Endi shuni ham gapirib chiqsanglar endi bilmadim. Dilbarlar kasb O'zingdan orttirib berayotgan bo'lsang, birovga ko'rsatib minnat qilib berish kerak emas. Eng asnovnoyi ularni ustidan kulib yoki ularga kulgu bo'lishga sharoit qilib berish kerak emas. Sen o'zing chiqaryapsan o'sha temalarni, qachon cho'milasiz, qachon cho'milish kerak? Bu ayollar kimki ulardan sen so'rayapsan. Qachon cho'milish kerak deb o'ylaysiz? Necha kunda cho'mil? Nima kerak mana shunaqa gaplar? O'zing bo'lmag'ur narsalarni chiqaryapsan. Seni ko'rayotgan insonlar, seni videolaringni ko'rayotgan insonlar vaqtini sen o'g'irlayapsan o'sha insonlar. Shundan seni xabaring bormi? emas, hujjati ham yo'q. Prosta bular odamlarga qo'shilmagan. Men bularni yaxshi ishga kirgizib O'zing aytyapsan, bular odamlarga qo'shilmagan deyapsan. Bular sodda. Sen esa ularning soddaligidan foydalanib, bularni populyarni qilib, uni orqasidan o'zing populyarni bo'lyapsan. Agar sen populyarni bo'lib, o'shaning orqasidan reklama olayotganingni aytmasang, ularga qanday foydang tegyapti? Sen o'zingga foydang tegyapti, ular orqali tegyapti. Boshqachasiga buni tushunib bo'lmaydi. oddiy odamlarga o'xshab yashab ketishini xohlayman. Eng qiziq joyida oddiy odamlardek yashab ketishni xohlasang, sen ularni chiqarib kulgu qilmaysan. Hozir sen bu o'zingni proyektingni tugatganingdan keyin bular o'zini mahallasi bemalol yashab yuradi deb o'ylaysan? Bular hamma ko'rgan prikol qilib ustidan masxara qilib yuradi-yu. Sen uni ham o'ylamadingmi? Bironta katta insonlar bilan maslahatlashmadingmi? Mana shunaqa proyektim bor, mana shunaqa qizlarni chiqarmoqchiman, shunaqa qilmoqchiman deb o'zingdan kattaroq hayot ko'rib qo'ygan, sen hayotdan xabari bor insonlar bilan maslahatlashdingmi? O'sha insonlar senga shu maslahatni berdimi? Men bermadi deb o'ylayman.
Sen o'zing o'ylab chiqargansan bu fikrni, bu proyektni. Hozir qilayotgan ishingni tushunmayotgandirsan. Vaqtlar o'tadi, yoshing o'tadi, hali yoshsan. Vaqtlar o'tgandan keyin qilayotgan ishing, qilgan ishing noto'g'riligini tushunib yetasan. Lekin u vaqtda aytasan, bekor o'sha vaqtda kimdir kelib, to'xtat demagan ekan deysan. O'zingdan o'zing uyalib ketasan qilgan ishingga.